O'zbekiston hamda Tojikiston xalq artisti, O'zbekiston primadonnasi Yulduz Usmonova bo'ladi. Yulduz Usmonova viloyatlarga to'y xizmatlariga necha pulga chiqyapti? Videoni ko'rishdan avval bittadan like bosib qo'yinglar. Birgalikda hoziroq bilib olamiz do'stlar. Ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, biz taqildim ming bor uzr. Eshitaman. Yulduz opani Samarqandga to'y xizmatlarining narxlarini bilmoqchi edi aka. Ha, Samarqand shahriga. 12 ming dollar. 1 soatmi? Ha, Yarim soatdan 2 marta tushiladimi aka? shunaqa. Ozmoz o'tishadigan joylari bormi? Yo'q, bo'lishi shunaqa. Bo'ldi aka, rahmat katta. Ana aziz do'stlar, hammalaring guvohliginglarda biz O'zbekiston primadonnasi Yulduz xonim Usmonovani Samarqandga to'y xizmatiga taklif qilib ko'rdik. 1 soat xizmat qilib berish narxi 12 ming dollar qilib belgilangan ekan. Biz Yulduz xonim Usmonovani ijodlariga omad tilaymiz. Xalqimiz yaxshi kunida xizmat qilib charchamasin va bu video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, kommentga o'z fikringizni qoldirib, boshqa do'stlarga ham jo'natib qo'yasizlar degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hurmat bilan Kamina Yashnarziya bo'ldi. Sog' bo'linglar.